Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, yaxshimisizlar? Mana sizlarni yana ko'rishib turibmiz. Nasib bo'lsa bugun kema kitobini Mirzo Ulug'bek testlari qismini 9-variantini sizlar bilan birgalikda ishlaymiz. Iloji boricha maydalab, tushunarli qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Diqqat bilan eshitasizlar. Ko'rsatib boshlayman. Qani 9-variantimiz qaysi bet ekan? 9-variantimiz 188-betni ochar ekanmiz. 188-betdan sizlar bilan misollarda ishlab boshlar ekanmiz. 9-variant. Qani ketdik. To'qqizinchi variantni birinchi savolni e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi savol juda ham sodda misol berilgan. 400 ayrilgan 240 bo'lingan 8 qo'shilgan 70 ko'paytirilgan 4. Demak, bu misol ishlashimiz uchun avvalo bo'lishni bajarib, keyin ko'paytirishni bajaramiz. 400 ayrilgan 240 ni 8 ga bo'lsam 30 bo'ladi. Qo'shilgan 74 ko'paytirsam 280 bo'ladi. Demak, 400 dan 30 ayirsak necha bo'ladi? 400 dan 30 ayirsak 370 bo'ladi. 370 qo'shilgan 280. Javobimiz 650 chiqishi kerak. 650 degan javobimiz birinchisida C javobda bor ekan. Endi ikkinchi misolga qaratsak, fikrimizda ikkinchi misolimiz bir talay yaxshi misol berilgan. Ikkinchi misolimizga e'tibor beringlar. 1000 bo'lingan qavsda 999 plus 48 qo'shilgan 208 bo'lingan x taqsim, mana bunchaga taqsim yozilgan ekan, kassa ko'rinishda qilib. Hozir oson yo'lni o'rgataman shuni. Xo'sh. 155.5 ayrilgan 55.5 qavs o'pilgan teng 1. Demak, shu misolda ishlab berishimiz kerak ekan. Demak, bu misolni qanaqa ishlar ekanmiz? Bu misolni ishlashimizda e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi navbatda mana bu narsani, mana shu ko'rinishku, hozir 1000 da mana shu songa bo'lyapmiz, to'g'rimi? 1000 da shu songa bo'lyapmiz. Demak, bu narsani ishlashim uchun nima qilaman? Kassa ko'rinishda yozib olaman. Demak, e'tibor beringlar, qanaqa yozib olish kerak. Xo'sh, men 1000 deb yozyapman. 1000 yozdim. Mana bo'lishni bor-ku, mana bo'lishni kassa ko'rinishda yozaman-da, mana bunday qolaman, qaranglar. 999 plusdan qavs tushadi bu. Bunga buni qo'shib bo'lmaydi, chunki mana bu yerda bo'lish turganligi uchun bunga buni qo'sha olmaymiz. Demak, 48 qo'shilgan 208 bo'lingan x taqsim. Menga aytinglarchi, 155.5 dan 55.5 tashlasak necha qoladi? 100 qoladi. 100 teng 1. To'g'rimi? Demak, endi misolning davomini qanaqa davom etamiz? Qaranglar. Hozir biz misolda ishlatgan vaqtimizda hech qanday o'zgarish qilganimiz yo'q. Faqatgina mana bu bo'lishni kassa ko'rinishda qoldi. Ya'ni 1000 da shu narsaga bo'lyapmiz-ku, to'g'rimi? 1000 da shu narsaga bo'ladigan bo'lsak, demak 1000 ni yana bo'lyapmiz mana shu narsaga. Demak, xo'p, nimani o'rgataman hozir? E'tibor beradigan bo'lsak, qaranglar. Masalan, a taqsim 3 teng 1 bo'lganda biz nima qilar edik? 3 ni mana bu yerga proporsiya qilib o'tkazarmidik? Keyin nima deb yozardik? A teng 3 deb yozar edik. Ya'ni 3 bu yerga proporsiya bo'lardi. Demak, biz hozir mana shu qavsni lupkasiga qayerga o'tkazaman? 1 oldiga ko'paytirish qilib o'tkazaman. Demak, mana bu yerda nima qoladi? 1000 teng buni narxi ko'paytirish qilib o'tkazsam, har qanday narsani 1 ga ko'paytirsak, o'zi chiqadi. 999 plusdan 48 qo'shilgan 208 bo'lingan x taqsim 100. Mana buni nima qilaman endi? Mana buni ayirish qilib o'tkazaman bu yerga. 1000 ayrilgan 999 teng nima qoldi u yerga? 48 qo'shilgan 208 bo'lingan x taqsim 100 qoldi. 1000 dan 999 ayirsak necha bo'ladi? 1 bo'ladi teng 48 qo'shilgan 208 bo'lingan x taqsim 100. 100 ni nima qilaman endi? 100 ni mana bu yerga 1 dollarga ko'paytirishga o'tkazaman. 1 dollar ko'paytirishga o'tkazsam 100 teng
48 qo'shilgan 208 bo'lingan x. Demak, 48 nima qilaman endi? 48 ni 100 oldiga ayirib o'tkazaman. Tepadan yozamiz. Xo'sh, 100 ayrilgan 48 teng 208 bo'lingan x. Bundan bu narsa necha bo'lar ekan? Xo'sh, 52. 52 teng 208 bo'lingan x. Demak, buni topishimiz uchun 52 u yerga bo'lishib o'tadi, x bu yerga o'tadi. X teng 208 bo'lingan 52. X teng 4. Javobimiz 4 degan javob bo'lishi kerak ekan. Javobni qaraymiz. Xo'sh. 4 degan javobimiz B javobda bor ekan. Demak, keyin yana bir marta qaytadan tushuntiraman. Zo'r misol berilgan. Bu misol qanaqa ishlash kerak edi? Birinchi nima qildim? Berilish tartibini yozib oldim. Keyin aytdim, agar mana bu bo'lish bo'lsa dedim, mana bu bo'lish bo'lsa, shuni keyinlar kasra ko'rinishda o'tkazib olaylik dedim. Demak, mingni kasra ko'rinishda o'tkazib oldimda, buni mana bu yerga nima qildim? Proporsiya qilib o'tkazdim. Mana proporsiya bo'ldi. Keyin aytdim, 999 bu yoqqa o'tkazaylik dedim. Mana o'tkazib olsam 1 chiqdi. Bu tomon o'zi turibdi. Keyin aytdim, 100 ni bu yoqqa ko'paytiramiz dedim. Mana 100 ko'paydi. Keyin 48 ayirishga o'tkazinglar dedim. O'tkazdim, 52 bo'ldi. Keyin 52 u yerga bo'lishib o'tdi, x bu yerga o'tib javob topib oldik. Shunday qilib doskani o'chirib keyingi misollarni ko'ramiz. Demak, davom etar ekanmiz. 3-savolni ishlab beraman. 3-savolga diqqat qilsalaringiz o'rgataman. Demak, 990 9700 ekan, 9788 9788 9788 ayrilgan 9703. Shu sonini, ya'ni chiqadigan javobini tub bo'luvchilari ko'paytmasini toping deyapti. Demak, bu misolda ishlashimiz uchun nima qilaman? Avval qiymatini topib olishim kerak. Avval qiymatini topib olsam, ya'ni xo'sh, 8 dan 3 ta ayringlar chiqadi? 5 chiqadi, to'g'rimi? 8 dan 3 ta ayirdim. O'zi tagma-tag qilib ayirishim kerak edi. Shunaqa ayiryapman. 8 dan 3 ta ayirdim 5, 8 dan 0 da ayirdim 8, 7 dan 7 ni ayirdim 0, 9 dan 9 ayirdim 0. Javobimiz ne chiqar ekan? 85 chiqar ekan. O'sha 85 ni endi tub ko'paytuvchilarga ajrataman. Tub ko'paytuvchilarga ajratsam ketdik. Demak, 85 ni yozdim mana. 85 nechaga bo'laman birinchi? 5 ga bo'laman. 5 ga bo'lsam 17. 17 ga bo'laman 1. Demak, menga aytinglarchi hozir tub bo'luvchilar degan mana bu ikkalasini nazarda tutyapti-da. Ikkalasini ko'paytirib qo'yaman. Endi 5 ko'paytirgan 17 yana nechaga teng bo'lar ekan? 85 ga teng bo'lar ekan. B javob. Yo, ustoz, men tushunmadim desalaringiz, mana qaranglar. Masalan, 12 degan sonini 12 mayli 20 ni deylik. 20 ni tub bo'luvchilar ko'paytmasini toping desa, masalanda 20 ni tub bo'luvchi ko'paytmasini toping desa, 20 ni nima qilish kerak? Tub ko'paytuvchiga ajratish kerak. 2 ga bo'laman 10, 2 ga bo'laman 5, 5 ga bo'laman 1. Demak, qanaqa tub sonlar qatnashyapti? 2 va 5 qatnashyapti, to'g'rimi? Men 2 kara 5 qilib 10 yozib qo'yishimiz kerak. Siz bu 2 ni olmaymizmi? Yo'q. Bizda faqatgina tub bo'luvchilari deyapti. Masalan, yana ko'rsatsam. Xo'sh. 24 ni olaylik, 24. 24 ni tub bo'luvchilar ko'paytmasini toping desa, nechaga bo'lamiz? 2 ga bo'lamiz 12, 2 ga bo'lamiz 6, 2 ga bo'lamiz 3, 3 ga bo'lamiz 1. Demak, 24 faqat 2 va 3 lardan tashkil topdimi? Tub bo'luvchilar ko'paytmasi nima qilamiz? 2 kara 3 deb yozib qo'yamiz, javobimiz 6 kelib chiqadi. Biz 85 qanaqa chiqarganimizni hamma tushunda. Demak, keyingi misolga o'tar ekanmiz. 4-misolimizda aytgan ekan. 4-misolimizda 100 bo'lingan x kvadrat debdi. Ifodaning qiymati natural son bo'lishi uchun x ning o'rniga qo'yilgan natural sonlarning yig'indisini toping. Endi bizga mana bunaqa savol beryapti-da. Hozir mana shu yerga 100 ni qanaqa sonni kvadratiga bo'lganimizda javobimiz natural son chiqadi deyapti. Ya'ni bo'linadi demoqchi. Demak, men x ga 1 qo'ysam, mana x imiz 1 bo'lsa-da, 1 ni olib borib mana bu yerga qo'ysam, 1 ni mana qo'yaman-ku. 1 ni qo'yganimda 100 ni 1 ga bo'lsam, bemalol bo'linadi va javobimiz
chiqadi, javob chiqadi. Endi qaranglar, 1 o'rniga 2 qo'ysamchi? 2 qo'ysam, demak 2 qo'yaman, mana bu yerda 2 ning kvadrati necha bo'ladi? 4 bo'ladi. 4 ni bemalol bo'lsak bo'ladi. To'g'rimi? Keyinlar xohlasangiz birim-birimdan shuni tekshirib ketaveraylik. X teng 1 bo'lganda tushunishlaring uchun hozir men nima qilayotganimni tushunmayapsizlar shekilli. X teng 1 100 bo'lingan 1 ni kvadrat. 1 ni kvadrat bilasizki 1. 100 ni 1 ga bo'lsak javobimiz 100. X teng 2 ni olamiz. 100 bo'lingan 2 ni kvadrat. 2 ni kvadrat degan 4. 100 bo'lingan 4 teng necha? 25. Olar ekanmiz. Endi qaranglar. X teng 5 olamiz. 5. X teng 5 olaman. 100 bo'lingan 5 ta kvadrat. To'g'rimi? 5 kvadrat degani 10 emas. 5 kvadrati degani biz bilamiz-ku, to'g'rimi? 5 kvadrati degani 5 kare 5 degani 2 ta 5 ni ko'paytmasi degani. 100 bo'lingan 25 4 chiqadi. Demak, buni ham olamiz. X teng 10. X teng 10 olsam 100 bo'lingan 10 ni kvadrati, ya'ni 100 bo'lingan 10, ya'ni 10 ni kvadrati degan 10 kare 10. 1. Demak, nechta son bor ekan? 1 ni, 2 ni, 5 ni, 10 ni qo'yishimiz mumkin ekan. Endi shularni, ya'ni mana bularni yig'indisini so'rayapti. 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 5 qo'shilgan 10. Javobimiz 18 degan javob chiqib kelar ekan. 18 degan javobimiz B javobda bor. Xo'sh, keyingi savol ishlar ekanmiz. Bizga aytayaptiki, ABC tepasi chizig'i tursa, nima bo'lar edi? Son deb hisoblar degan. Bu hozir bizga 3 xonali son berilgan. Agar tepasi chizig'i bo'lmaganda, ya'ni mana bunaqa holatda bo'lganda edi. Agar A, B, C holati turganda o'rtasida ko'paytirish bor. Bu yerda sonlar ko'payib turibdi deb hisoblar edik. Lekin mana bu yerda hozir nima bo'lyapti? Mana bu yerda hozir tepasi chizig'i borligi uchun 3 xonali son deb o'ylaymiz. Tushunarlimi? Endi bizga aytayapti, qaranglar. ABC plus ABC plus ABC teng 2046 deyapti. Bizdan topib bering deyapti. A qo'shilgan B qo'shilgan ayrilgan C. Demak, topib berishim uchun nima ish qilishim kerak? Diqqat bilan eshitasizlar. Hozir uchalasini bir-biriga qo'shganimda necha chiqadi? Uchalasini bir-biriga qo'shganimda 3 ko'paytirilgan A, B, C chiqadi. Teng 2046. 3 qayerdan keldi deysizlarmi? Mana bularni bir-biriga qo'shsak shu chiqib keladi. Demak, A, B, C teng 2046 bo'lingan 3. Demak, A, B, C teng bo'ladi. 2046 ni 3 ga bo'lib olamiz. 3 ga bo'lib olamiz. Ustun shaklda bo'lish eng yaxshisi-da. 2046 bo'lingan 3. Demak, 20 ichiga 6 tadan 18, 2 24 ichiga 8 tadan, xo'sh 24, 0, 6 ichiga 2 tadan. 682 degan javob chiqib kelar ekan. 682. Endi menga aytinglarchi, A ni o'rniga nima kelyapti? 6, B ni o'rniga 8, C ni o'rniga 2. Ya'ni bizdan A qo'shilgan B ayrilgan C ni so'raydigan bo'lsa, 6 qo'shilgan 8 ayrilgan 2. 14, 12. 12 degan javobimiz B javobda bor ekan. Keyingi savollarga o'tamiz. Keyingi savollarni qani bir o'qidik chiqani. Bir bola do'kondan 30 so'mga suv xarid qildi. Suvning bakalashkasini qaytarib olish 20 so'm oladi. Necha suv olib ichish mumkin ekan? O'quvchilar, bu savolni biz avval yechganmiz. Hozir vaqtdan yutishimiz uchun bu savolimiz kitobimizda bor-ku. Birinchi betini shunday ochsak, birinchi variantini 22-savolni qarasalaringiz, 22-savol bilan hozirgi savolimiz bir xil, 6-savolimiz. O'sha uchun YouTube kanalimga kirib, kim ko'radigan bo'lsa, birinchi variantni ochsin shu kitobni. Prezident maktab testlariga kirasizlarda, birinchi variantda 22-savolni ko'rsalaringiz, shu misol bemalol ishla olasizlar. Tushunarlimi? Doskani ochib, keyingi savollarga o'tamiz. Demak, keyingi savollashar ekanmiz. Keyingi savolimizda chizma berilgan ekan. Suzish havzasini, yo'lakchasini, maydonini toping. Ya'ni hozir bizda rangsiz kitob-ku.
Demak, bizda hozir mana chetidagi salgina kulrang ko'rinishda yozilgan, ya'ni ochiqroq ko'rinishdagi yuzasini topishimiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman, qaraymiz. 7-misol ko'rsatayotgan vaqtda 7-misolimizda ikki xil chizma berilganda, ya'ni ichidagi basseyn deb tasavvur qiling. Mana bu basseynda. Mana bu basseyn bizga mana chetidagi mana bo'sh qolgan joylar bor-ku, ana chetidagi yo'lakchani yuzini toping deyapti. Demak, mana bu yerimiz 28 metr, bu yerimiz esa 86 metr ekan. Mana tepada yozib qo'yibdi. 86 metr. Mana bu yer necha metr ekan? 21 metr. Bu yer esa 76 metrga chiqarik, teng ekan. Demak, bu misolda ishlashimiz uchun nima ish qilaman? Ya'ni chetidagi yuzani topishim uchun birinchi S umumiy yuzani topaman. Ya'ni men hozir S yo'lak deb yozsam, yo'lakni yuzini topishim uchun jamini topa olaman. Jamini topishim uchun nima qilardim? 86 ni ko'paytiraman 28 ga. 86 ni 28 ko'paytirsam, bu yerini ko'paytirganimda jami 100 ga kelib chiqadi. Endi ayiraman nimani yuzasini? Basseynni yuzasini. Basseyn yuzasi qanaqa topiladi? 76 ni 21 ko'paytiraman. 76 ko'paytirgan 21. Tushunarlimi? Ana shunday qilib topsak, nima bo'ladi? Bemalol misolda ishlab qo'yishimiz mumkin. Nima deganimni tushunyapsizlarmi, matematiklar? Juda oson savol. Buni bunga ko'paytirasizlar, buni bunga ko'paytirib ayirsalaringiz, yo'lakda yuzasi kelib chiqadi. Xo'sh, 8-misolda o'zlaringiz ishlaysizlar, mantiqiy savol ekan. Uni ustoz ko'rsatmasa ham bo'ladi. 9-misolda o'qiymiz. Qani, gullarni guldonga solish kerak. Agar guldonlarga 5 tadan gul solinsa, 2 ta guldon oshib qoladi. Ya'ni qolib ketadi-da. Agar 6 tadan solinsa, 4 ta gul yetmay qoladi. Jami guldonlar soni nechta debdi? 2 ta guldon bo'sh qoladi deyapti. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, 6 tadan solinsa, 4 ta gul yetmay qoladi. Demak, xo'sh, bu misol ishlashim uchun mana shu yerga sig'diramanmi? Mayli. Ketdik. 9-misolda yozaman. 9-misol yozayotgan vaqtda e'tibor beringlar. Xo'sh. Mana bunday qilamiz. Bizda hozir jami gul bormi? Jami nechta gul bor? Jami nechta gul bor? Jami gul. Jami gulni bilmayman, qancha ekanligini, shuning uchun katta A deb olaman. Jami gul nechta ekanini bilmayman. Endi guldonlar soni. Guldonlar soni. Nechta guldon bor, bilasizlarmi? Bilmaymiz, to'g'rimi? Demak, guldonlar sonini bilmaganimiz uchun nima qilaman men uni? X ta deyman. Jami gul A ta, guldonlar soni X ta. Endi aytyapti. Jami gulni guldonlarga 5 tadan joylashtirsa, 5 tadan 5x. 5x degani nima degani bilasizlarmi? Har bir guldonga 5 tadan solinganida ketadigan gulda miqdorida 2 ta guldon oshib qoladi. 2 ta guldonga qolib ketadi demoqchi-da. To'g'rimi? 2 ta guldon oshib qoladi. Agar 6 tadan solinsa, 4 ta gul yetmay qoladi. Xo'sh, 5 tadan solinsa, 2 ta guldon bo'sh qolib ketadi deyapti. To'g'rimi? Endi shundan tushuna olishimiz kerak. Demak, har bir guldonga 5 tadan soldik. Har bir guldonga 5 tadan soldik. Nechta bo'sh bo'lib qoldi? 2 tasi bo'sh bo'lib qoldi. 2 tasi bo'sh bo'lishi uchun unga yana mana shu narsani yaxshiroq yozib olishimiz kerak hozir. 1 minut. Demak, davom etar ekanmiz. Sizlarga qanaqa tushuntirmoqchiman. Demak, mana bu jami gullar soni-ku 5 tadan solinganda, 5 tadan solinyapti, to'g'rimi? 2 ta guldondan oshib ketadi deyapti, to'g'rimi? 2 ta guldon. Qarasa, yana guldon kerak bizga, to'g'rimi? Yana guldon kerak. Demak, agar har birovga 5 tadan solgan bo'lsa, guldonlarning ichiga 2 ta guldon oshib ketadi deyapti, to'g'rimi? Endi men shundan agar 10 da ayirsam, qaranglar, jami guldonlarga 5 tadan solyapti-da, keyin yana 10 ta gul ortib qolyapti, to'g'rimi? Ya'ni 10 ta gul ortib qolyapti 5 tadan solganda. 10 ta gul ortib qolyapti. Endi agar deyapti, o'sha gullarni deyapti 6 tadan joylashtirsak, 4 ta yetmaydi deyapti. Demak, o'sha 4 tani ayirib qo'yamiz. Bilasizki, oshib ketganda biz har doim qo'shib qo'yardik, yetmaganda har doim, ya'ni kam deb aytganda
takam, takub deganda qo'shardik yoki ayirardik, to'g'rimi mana? Oshib ketganligi uchun nimaga 10 ni chiqarib oldim? 10 qayerdan keldi deb o'ylaysan? Har biroviga 5 tadan solinib ketayotganda ikkita guldon oshib ketadi deyaptimi? O'shaning uchun ikkita guldonni har biroviga 5 tadan solinadi deb 10 tadan deb ishlayapmiz. Nima qilaman? Endi ikkalasini tenglashtiraman. Tenglashtirsam, xo'sh, qani 5x qo'shilgan 10 teng 6x ayrilgan 4. Buni bu yerga o'tkazaman, 5x ni o'tkazaman. 10 xo'p, qo'shilgan 4 teng 6x ayrilgan 5x. Demak 14 teng x. X nima edi? X bu guldonlar soni edi. Endi jami nechta gul bor deb topsalar, bizga nima so'rayapti hozir? Xo'sh, jami gullar soni nechta debdi? O'qdi. Guldonlar soni nechta debdi? Chiqmadi-ku. Agar 6 tadan solinsa 4 ta gul yetmay qoladi. 6 tadan solinsa 4 ta gul yetmay qoladi. Agar 5 tadan solinsa 2 ta guldon bo'sh qolib ketadi. 2 ta guldon bo'sh qolib ketadi. Jami guldonlar soni nechta? Bizda hozir 14 chiqib qoldi. 14 chiqib qoldi. Xo'sh, tekshiramiz qaytadan. Yana tekshirib ko'rishimiz kerak. Demak, biz qayerda xato qilganligimizni topdim. Ya'ni mana bu narsada ikkita gul oshib qoladi deb ishlash kerak ekanda. Mana shu joydan salgina xatoliklar yo'l qo'yildi shekilli. Demak, qaranglar, qanaqa ishlaymiz hozir bu masalani? Yaxshilab e'tibor beringlar. Hozir ko'rsataman. Demak, bizga aytayapti, agar 5 tadan solinsa deyapti, ikkita gul oshib qoladi. Ikkita guldon deb yozilgan, shu adashmasam shu gul deb yozilishi kerak edi. Ikkita gul oshib qoladi deganda shuncha plus 2 deb yozyapman. 4 ta gul yetmay qoladi deganda nima qilib yozyapman? Ayrilgan 4 deb yozyapman. Endi ikkalasini tenglashtirsam, 5x qo'shilgan 2 teng 6x ayrilgan 4. 4 ni bu yerga o'tkazaman, 5x bu yerga o'tkazaman. 2 qo'shilgan 4 teng 6x ayrilgan 5x 6 teng x. Demak, guldonlar soni nechta ekan? Guldonlar soni 6 ta ekan. Endi endi tekshirib ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Tekshirib ko'rishimiz uchun jami gullar sonini topamiz. Mana bunga borib qo'yaylik. 6 ni borib qo'ysak, jami gullar soni a teng 5 ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 2. A teng nechi? 32. Demak, gullar soni nechta bo'lgan ekan? Gullar soni 32 ta bo'lgan. Endi tasavvur qilinglar, mana tekshiramiz. 32 ta gul bor. 32 ta gul bor jami. 5 tadan nima qilyapmiz? Har biriga hisob chiqyapmiz. 5 tadan hisob chiqyapman, har biriga 2 ta gul ortib qoladimi? 2 ta gul ortib qoladi. Endi 32 ta gul bor-ku. Agar har biriga 6 tadan hisob chiqsak, 36 bo'lib ketadi. Ya'ni 32 ku bizning gulimiz. 36 bo'lib ketdi. 4 ta gul yetmay qoladi. Demak, o'sha uchun menimcha adashmasam 100% da buni javobi C javob bo'ladi. Bizdan nimani so'ragan edi? Guldonlar soni qancha? Jami gul nechta deb so'ramagan. Guldonlar soni nechta deb so'ragan ekan. Tushunaylikmi? Ana shunday qilib misolda yechib qo'yishimiz kerak. 10-misolda ishlaymiz endi. 10-misolimiz. 10-misolga diqqat qilsalaringiz, zina ko'rinishda ekan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. 1. Mana ketdik. 1 2 3 nechta bor? 1 2 3 4 ta. 1 2 3 4 ta. Yaxshi, mana. Mana shunaqa shaklda ekan. Demak, mana bu yerimiz 120 cm ekan. 120 cm. Mana bu yerimiz 2 cm ekan. Xo'p, yaxshi, bo'ldi. Topib beramiz. X toping degan ekan. X qanaqa topar ekanmiz matematiklar? Demak, qaranglar, o'rgataman. Demak, menga aytinglarchi o'quvchilar. Mana bu yer x bo'lsa, to'g'rimi? Mana bu yer x. Mana bu yer nima bo'ladi? X. Bu yer nima bo'ladi? X. Bu yer nima bo'ladi? X. To'g'rimi? Chunki hammasining balandliklari tengmi? Demak, mana bu yer ham x bo'ladi, bu yer ham x bo'ladi, bu yer ham x bo'ladi. To'g'rimi? Nechta x bor? 1 2 3 4. Demak, hammasini hozir bir chiziqqa mana shunaqa surib chiqsam, 4x mana bu yer ham nima bo'lib qolar ekan? 4x ga teng bo'lib qoladimi? Nima bo'lgan tushundinglar-a? Bizga bittasi x deb bergan bo'lsa, demak mana bular ham x dan bo'ladi. Jami 4x bo'lgan bo'lsa, mana 4x. Endi menga aytinglarchi, hozir hammasini mana bunday kuchim bosib tortib qilsam,
Shuni tortsam, mana bu chiziqqa kelgan vaqtda mana. Chiziqqa kelgan vaqtda mana bu uzunlik, bu uzunlik, bu uzunlik, bu uzunlik hammasi 120 santimetr bo'ladimi? Bizga aytyapti. Perimetri 300 santimetrga teng ekan deyapti. Men perimetrni mana bunaqa qilaman, qaranglar. 120, qaysi 120? Mana bu yerda yozdim. Plus dedim. Uni dedim, mana bu tepalarini bunday tortib chiqsam, mana bu uzunlik ham necha bo'ladi? Mana bu x larni nazarda tutmayapman. Mana bu uzunlik, mana bu uzunlik, mana bu uzunlik. Hammasi. Bu ham 120 ni beradi. Plus 4x plus necha x bo'ladi bu ham? 4x. Teng necha? 300. Demak 240 plus 8x teng 300. Demak uni narxga o'tkazsam 8x teng 300 ayrilgan 240. Demak, xo'sh. 8x teng 60. Javobni bitta ko'raylik chiqadi. Qanaqa javoblar berilgan ekan? Xo'sh, javoblarimiz o'nlik kasra ko'rinishda yozilgan ekan. Demak, bo'laversam x teng 60 bo'lingan 8 teng 7,5 santimetrga teng bo'lar ekan. 7,5 santimetrimiz S javobda bor. Mana shunday qilib ishlab qo'yishingiz kerak edi. Qaytadan tushuntiraymi? Demak, qaranglar, qanaqa ishlashimiz kerak edi bu masalani? Demak, chizmasini chizib oldim. Chizmasini chizib olgandan keyin mana bu yer x bo'lsa, bu yer x bo'lsa, bu yer x bo'lsa, bu yer x bo'lsa, demak mana bu yer ham 4x bo'ladi. Mana bu yer 120 bo'lsa, hammasini surib kelsam, to'liq uzunlik tepalari ham 120 chiqadi. 120 ni qo'shdim, 4x. Bu yerdagi 4x, bu 4x esa mana bularda yig'indisi. 300 ni qayerdan oldingiz desalar, perimetr 300 ga teng. Mana shuni tenglamanni yechib topib oldik. Doskani ochib keyingi savollarga ko'ramiz. Demak, 11-savol ishlar ekanmiz. 11-misolimiz qanaqa ishlanar ekan? E'tibor bersak. Demak, matonning 30% qirqib olindi. So'ng qolganini 20% qirqib olindi. Maton necha foiz qoldi? Demak, sodda matematiklar nima qiladi bilasizlarmi? Sodda matematiklar 100% dan 30 ayiradi. 70%. Keyin yana 20% ayiradi 50% da. Qaraydi, D javobda bor. O'quvchilar, unaqa sodda o'ylamanglar. Demak, qaranglar, birinchi navbatda foiz tushunchasini bir eslatib ketsam. Uyga ismini qilib keldingmi desam, ha, 100% qilib keldim sozlikda. Demak, 100% qilib keldim degan tushuncha to'liq degani. Hammasini qildim deganda. Demak, nonni hammasini olib keldim. Ha, 100% hammasini olib keldim. Masalan, hamma o'quvchi keldimi bugun? Ha, 100% o'quvchi keldi. Demak, 100% degan tushuncha, demak, nimadir narsani to'liq qismi degani. To'liq qismi degani. Tushunaylik. Demak, matoni 30% qirqib olingan bo'lsa, demak, qaranglar, o'zi 11-savol mana bunaqa tushuntiraman. Qaranglar, 11-masalada jami 100%li nima bo'lgan? Mato bo'lgan. 100%li mato. Matoni olib kelgan. Shundan 30% nima bo'lyapti? Qirqib olinyapti. Demak, 100%li mahsulotdan 30% ni qirqib olsak, ya'ni 100% dan ayiraman 30% ni. Necha foiz bo'ladi? 100% dan 30% dersam, 100% dan 70% bo'ladi. Demak, 70% qoldimi? Endi aytyapti, shu qolganini 20% qirqib olindi deyapti. 70% qolgan o'zi, qoldi yozib qo'yaman mana bu. Tushunarli bo'lish uchun. Qoldi 70% mato. To'g'rimi mana? 70% qoldi. Endi shu qolganini 20% qirqib olindi deyapti. Keyinlar endi ikkinchi marta qirqqanda qancha ketganligini bilib olaylik. 70 ni ko'paytiraman 20 taqsim 100 ga. Demak, 2 ta 0 o'chiraman, 2 ta 0 o'chiraman. 7 kere 2 imiz 14. Ya'ni 14% qirqib olindi-da. Ikkinchi marta qirqib olganda 14%, birinchi marta qirqqanda qancha qirqdi? 30% qirqib oldi. Ikkinchi marta qirqqanda 14% qirqib oldi. Qancha foiz qoldi deyapti. Endi men 70 dan 14 ta ayirib qo'yaman. 70 dan ayiraman 14 ni 56% qoldi. Javobimiz B javobda bor. Xo'sh, 12-misol ishlar ekanmiz. 12-misolni qaraymiz. 12-misolimizda
Soat 4 dan 30 minut o'tganda soatning soat va minut millari orasidagi burchak necha gradusga teng bo'ladi? Juda ham yaxshi savol. 4,5 bo'lganda keyinlar avvalo soatni o'zim chizib olsam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Soat 4,5 bo'ldi deyapti. O'sha soat va minut millar orasidagi burchakni so'raydigan bo'lsa, demak qaranglar. 4,5 bo'lganda katta strelka mana bu yoqda 6 da turgan bo'ladi. O'sha bu kichkinasi 4 dan salgina o'tib turgan bo'ladimi? Ha? 4 ga turgan bo'lmaydi. Bu ham salgina 5 ga yaqinlashgan bo'ladi. Ya'ni 4 bilan 5 ni o'rtasida turgan bo'ladi, o'rtasida. Bu esa 6 da turgan bo'ladi. Soatimiz tushundilaringizmi? Hozir soat necha bo'lgan? 4:30 bo'lgan soat hozir. 4:30. Bizga mana shu orasidagi burchakni so'rayapti. Demak, orasidagi burchakni so'rash uchun men har doim nimani o'rgataman? Bu misol tushuntirish uchun kerakli ma'lumotni yozaman. Demak, qaraymiz. Soat mili. Soatni soat mili, ya'ni kichkinasi haqida gap ketyapti. Soatni soat mili 1 soatda necha gradusga burilar edi? 1 soatda 1 soatda 30 gradusga buriladimi? Demak, soatni soat mili 1 soatda 30 gradusga buriladi. Keyin men aytdim. Xo'sh. 10 minutda necha gradusga buriladi? 10 minutda 5 gradusga buriladi. Eslab qo'yinglar. Soatni soat mili, ya'ni kichkinasi 1 soatda 30 gradus, 10 minutda 5 gradus, 1 minutda esa 0.5 gradusga burilar edi. Gradus. Tushunaylikmi? Nimaga bunday qilyapsiz desangiz o'rgatishim kerak. Endi soatni minut mili degan kattasi haqida gap ketyapti. Minut mili. Soatni minut mili 1 minutda qancha gradusga? 6 gradusga nima bo'ladi? 6 gradusga buriladi. Endi masalamizni yechsak ham bo'ladi. Endi masalani qanaqa yechamiz? Masala yechayotgan vaqtda e'tibor beringlar. Mana 6 rovna 4 bo'lganda qaranglar. 6 rovna 4 bo'lganda 12 da turar edimi? 12 da turar edi. Rovna 4 bo'lganda mana katta chiziqcha 12 da turadi. Endi shu 12 dan to mana bu yerga kelguncha necha minut o'tdi? 12 dan to 6 ga kelguncha 30 minut o'tdimi? Demak 30 minut o'tdi. 30 minut o'tgan vaqtda to 12 dan shu yerga kelguncha, ya'ni mana qaranglar. To mana shu kelib olguncha. Shu yerdan to shu yerga kelib olguncha necha gradusga burildi? Nima qilaman men? 30 ko'paytirilgan 6 teng 180 gradusga burilibdi. To'g'rimi? 180 gradusga burilibdi. Mana bu. Endi men mana bu kichkinasi to 12 dan to 4 ga kelguncha necha soat o'tdi? 12 da turuvdi. 1 soat o'tdi, 2 soat o'tdi, 3 soat o'tdi, 4 soat o'tdi. 4 soat yana qancha minut o'tgan? 30 minut o'tgan. 4 soat 30 minut. 1 soatda necha gradus burilar edi? Kichkinasi 1 soatda 30 gradus burilar edi. 4 ko'paytirilgan 30 plus 10 minutda necha gradus buriladi? 5 gradus. 30 minutda 3 kere 5 yozamiz. 120 ga 15, 135 gradus. Endi bir o'rnidan ayirib qo'yamiz. 180 ayrilgan 135. Javobimiz 45 gradus bo'lsa kerak. 45 gradus. 45 gradus javobni qaraymiz. Qani? Xo'sh, 45 gradus degan javobimiz B javobda bor. Demak, keyingi savol 13-savol bemalol shaga sig'dirar ekanmiz. 13-misolimizga qaraymiz. Men sizlarga bir narsani o'rgatgan edimda. Agar devdim juft sonni devdim, qaranglar. Juft sonni ko'paytirsam 90 ga nima son chiqadi? Juft chiqadi har doim. Mana sinab ko'ringlar.
2 ko'paytirilgan 11. 11 qanaqa son? 90. 2 juft son. 22. 22 qanaqa son? Juft son. Demak, nimani o'rgandilarsiz hozir? Agar bilmagan bo'lsalaringiz, juft son 90 ko'paytirsak, nima chiqadi? Juft chiqadi. Men keyin yana nima o'rgatgan edim? Agar dedim 90 ga qo'shsak juft sonni nima chiqadi? 90 chiqadi dedim. 90. Endi bizga savolni qaranglar-da. Agar A juft son bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri doimo to'q bo'ladi desa, B javob bo'ladi. Nimaga B javob? Qaraymiz. B javobga 3 ko'paytirilgan A deymizda, A qo'shilgan 7. Endi savol. Mana bu qanaqa son? Mana bu 90. Mana buni ko'paytmas. A qanaqa son? Juft son edi. Juftni buni ko'paytsa qanaqa son chiqadi? Juft chiqadi. Juft songa 90 ni qo'shsak, nima chiqadi har doim? To'q chiqadi. Ana o'shaning uchun B javobni deb nima qildim? Ishlab ketdim. Demak, doskani o'chirib keyingi savollarni ko'ramiz. Demak, keyingi savolni ichar ekanmiz. 14-savolni qaranglar, qanaqa ishlab ko'rsataman. Demak, qaraymiz. 14-savolga 14-misolimizda demak, daftar sotib oldi-da. Daftar. Endi savol berishingiz mumkin. Ustoz, o'zi Mohirada qancha pul bor? Bilmayman qancha pul borligini. Biz bilmagan narsani har doim nima deb yoza olar edik? Demak, jami pul x so'mda. Daftarga qancha pul ketdi? Daftarga jami pulni qancha qismi? 3 taqsim 7 qismi daftarga ketibdi. Ruchka olibdi keyin. Ruchka olibdi. Ruchkaga qancha pul ketibdi? Jami pulni 2 taqsim 11 qismi nimaga ketibdi? 2 taqsim 11 qismi ruchkaga ketibdi va qolgan qismi rangli qog'ozga ketibdi. Rangli qog'oz. Rangli qog'ozga x ko'paytirilgan 19 taqsim 77. Demak, qaysi xarid uchun eng kam pul to'lagan desa, bizga savol bunaqa bergan-ku. Qaysi xarid uchun eng kam pul to'lagan desa, men kasrlarni taqqoslash yo'lini aytar edim. Agar hozir kasrlarni taqqoslasak, qaysi biri eng kichkina chiqsa, o'shaning kamroq pul ketgan bo'ladi. Tushunaylikmi? Demak, biz hozir kasrlarni taqqoslaymiz. Ya'ni 3 taqsim 7 kichkinami, 2 taqsim 11 kichkinami yoki 19 taqsim 77 kichkinami? Ana o'shani bilishimiz kerak ekan. Demak, kasrlarni taqqoslayotgan vaqtda nima qilar edik? Yulduzcha usuldan foydalanar edik. O'sha yulduzcha usuldan foydalanamiz. 3 taqsim 7 keyin yulduzcha 2 taqsim 11. Bizga qaysi biri kichikligi kerak? 2 ni mana buni bu yerga ko'paytiraman, buni bu yerga ko'paytiraman. 3 ko'paytirilgan 11 yulduzcha 7 kere 2. 7 ko'paytirilgan 2. Endi menga aytinglarchi, bu 33 bo'lar ekan, bu 14 bo'lar ekan. Qaysi tomon katta bo'ldi? Bu tomon kattami? Demak, mana buning qiymati, ya'ni 3 taqsim 7 degan kasrda qiymati 2 taqsim 11 dan nima ekan? Katta ekan. Ya'ni mana bunga, ya'ni daftarga ruchkadan ko'ra ko'proq pul sarflagan. Tushunyapsizlarmi? Daftarga ruchkadan ko'ra ko'proq pul sarflagan. Endi nima qilamiz? Yutqazgani bilan, mana yutqazdi-ku bu. Buni ikkasini taqqoslaymiz. 2 taqsim 11 yulduzcha 19 taqsim 77. Buni bu yerga ko'paytiraman, buni bu yerga ko'paytiraman. 2 ko'paytirilgan 77 yulduzcha xo'sh 11 ko'paytirilgan 19. Xo'sh, bu 154. Bu necha bo'lar ekan? 209. 209 bo'lar ekan. Endi menga aytinglarchi, qaysi katta? Mana bu tomon katta bo'lib ketdimi? 209 bo'ladi, bu to'g'rimi? Mana buni bu yerga ko'paytsak 209 bo'ladi. Demak, qaysi yutqazdi? Mana bu yana yutqazdi. Demak, bu tomon katta ekanda. Endi menga aytinglarchi, mana shu javob qaysidan chiqdi? Ruchka. Demak, ruchkaga eng kam nima qildi? Pul sarflabdi-da. Ruchkaga eng kam pul sarflagan bo'lsa, ana shunaqa topishimiz kerak edi. Ruchka degan javobimiz A javobda bor. A javobimiz. Xo'sh. Shogirdlar, 15-savol tashlab ketamiz. 16-savoldan boshlaymiz. Xafa bo'lmaysizlar, nimaga 15-savol tashlab ketyapmiz? Bu
Gap meni ishlay olmaslikka emas, sizlarni yoshlaringga to'g'ri kelmaydigan savol. O'shaning uchun qiynab o'tirmayapman sizlarni. 16-savolni ko'rsak. 28 ayrilgan b teng 24. Demak, qavsida 3b qo'shilgan 5 qo'shilgan qavsida 9 ayrilgan b. Ifodaning qiymatini toping debdi. Juda ham oson misol. Qanaqa ishlab qo'yishimiz kerak bu misol ishlashimiz uchun? Avvalo b ni topib olishimiz kerak. B ni topib olsam 24 b o'tadi. 28 ayrilgan 24 teng b. 28 dan 24 ayrsam 4 teng b. B ni topdimmi men? B ni topgan bo'lsam, men shunga olib borib qo'yaman. Ya'ni mana bu yerga olib borib qo'yaman, mana strelka bilan. 3 ko'paytirilgan 4 qavsida qo'shilgan mana 5 qo'shilgan nima bo'ladi bu? Xo'sh, 9 ayrilgan 4. Nima qildim? B ni joyiga olib borib qo'ydim-da. Xo'sh, teng yozsam. Mana bu 12, 12 ga 5 qo'shsam 17 qo'shilgan 5. 22 degan javob. 22 degan javobimiz D javobda bor. Xo'sh, keyingi savolga o'tamiz. 17-savolimiz. 17-misolimiz. Uchburchakning bir uchidan qarshidagi tomonga tushirilgan 8 santimetrlik kesma uni perimetrlari 24 va 30 bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Berilgan uchburchakning perimetrini toping. Demak, biz sizlarga formula yozib bergan edim. Formula davomida qanaqa ko'rsatgan edim? E'tibor beradigan bo'lsak, mana shu uchburchak bor-ku, perimetrni p denglar. Biladimi shu? Mana shu hozir hammasini qo'shsak p chiqadi. Uni bitta chiziq bilan tushirsam, ikkita uchburchak ajratyapti-ku, to'g'rimi? Bunisini p1, bunisini p2 bo'lgan uchburchakka ajratdi. Mana bu chiziq. Buni o'zi L desam, keyin formula yozib berdim. L teng p1 plus p2 ayrilgan p taqsim 2 degan nima qilib yozib berdim? Formula yozib berdim. Ana o'sha yerdan hozir bizga qaranglar. Tushgan kesmaning uzunligi necha deyapti? Tushgan kesmaning uzunligi L teng 8 deyapti. Bittasi necha perimetrga aylanyapti? 24 ga. P1 teng 24. P2 teng necha deyapti? P2 miz 30. Ko'ryapsizlarmi? P1 bor, P2 bor, L bor. P'ni topishimiz kerak. Uni topamiz joy-joyiga qo'yib. 8 teng 24 qo'shilgan 30 ayrilgan p taqsim 2. 2 ni proporsiya qilaman bu yerga. 16 teng 54 ayrilgan p. P bu yerga o'tadi, 16 nariga o'tadi. P teng 54 ayrilgan 16. P teng 38. Demak, uchburchakning perimetri boshida o'zi 38 cm bo'lgan va B javob. Shunday qilib doskani ochib keyingi savollarni ko'ramiz. Demak, keyingi savol ishlab olar ekanmiz. Keyingi savolimizda masshtab berilgan ekan. 18-misolni ishlaymiz. 18-misolda men har doim masshtab ishlatgan vaqtda mana shunday chiziqcha to'rtburchak ko'rinishida chizib olaman va o'quvchilarimga ham xuddi shunaqa o'rgatganman. Demak, mana bu yerda har doim chizma deb yoziladi. Chizma degani chizmadagi o'lchamlar degani. Mana bu yerda esa hayot deb yozaman. Bu hayotdagi o'lchamlar. Keyin mana bu yerda bunaqa yozaman. Mana bu yerda doim 1 bo'ladi. Doim 1. Mana bu yerda esa masshtabda o'lchami bo'ladi, ya'ni 1 ga 12. 1 ga 12 bo'lgan masshtabda xo'sh chizmada 16 santimetrli hayotda qancha bo'lar ekan? Shu hayotdagini topib olaylik, x deymiz. Demak, mana bu santimetrda-ku. Hozir chiqadigan javobimiz ham santimetrda javob chiqadi. X ni bu yerga 12 ni bu yerga ko'paytiraman. X ni 1 ga ko'paytirsam x teng bo'ladi 12 ko'paytirilgan 16. X teng 192 santimetr bo'lar ekan. Demak, 1 ga 12 degan masshtabda 16 santimetrli ko'rinish 192 santimetrga teng ekan haqiqiy hayotda. Endi bizga aytayapti, agar shu 192 santimetr 1 ga 18 masshtabda bo'lsa qanaqa bo'ladi deyapti. Demak, u uchun ham bitta chizma chizib olamiz. Chizma hayot. Demak, 1 ga
12 1 ga endi 12 emasda 18 mi? 1 ga 18 bo'lgan masshtabda 192 santimetrli ko'rinish qancha bo'ladi deyapti. Uni topishim uchun men nima qilaman? Buni bu yerga ko'paytiraman, buni bu yerga ko'paytiraman. 1 ga 8 masshtab ekan-a? 1 ga 18 deyapmiz. 1 ga 8 masshtab. Xo'sh, buni bu yerga ko'paytirsam 192 ni 1 ko'paytiraman. 192 teng 8 ko'paytirgan x. Xo'sh, 8 ni bo'lishga o'tkazsam 192 bo'lingan 8 teng x. Ikkalasini 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsam 4, 2 ga bo'lsam 96. 96 ni endi 4 ga bo'lsam 24 teng x. Demak 24 cm bo'lib qolar ekanda. 24 cm bo'lib qolar ekan. Javobimiz D javobga to'g'ri keladi. Mana shunaqa ishlab qo'yishingiz kerak. Hamma tushunda nima qilganimizda? Demak, birinchi masshtabni nimaga chizdim? Birinchi masshtab chizish, birinchi masshtabda ishlashdan yoki chizishimdan maqsad mana bu yerdagi haqiqiy o'lchamni topib olish edi-da. Haqiqiy o'lchamni nima qildim? Topib oldim. Keyin o'sha haqiqiy o'lchamni mana bu yerga olib kelib qo'ydimda 1 ga 8 masshtabda qancha ko'rinishga bo'ladi dedim, chizmadi. Ana shunaqa ishlab qo'ydik. Kelishdikmi? 19-savolni ishlaymiz. Bir quvur bo'sh hovuzini 10 soatda. T1imiz 10 soatda to'ldiradi deyapti. Ikkinchisi bilan birgalikda 8 soatda to'ldiradi. T umumiy 8 soatda to'ldiradi. Ikkinchi quvur yolg'iz o'zi ochilsa, bo'sh hovuzni qancha vaqtda to'ldiradi? T2 teng so'roq. Demak, men bunga formula yozib beruvdim. 1 taqsim T1 plus 1 taqsim T2 teng 1 taqsim T umumiy degan formula bor. Agar kim shu kitobni to'liq boshidan oxirigacha ko'rib keladigan bo'lsa, bu kitobimizga mana shu formula rosa ko'p foydalanilgan. Buni joyiga nima qo'yaman? 1 taqsim 10 plus 1 taqsim T2 teng 1 taqsim 8. 10 ni ayirishga o'tkazaman. 1 taqsim T2 teng 1 taqsim 8 ayrilgan 1 taqsim 10. Ikkalasiga umumiy maxraj 40 beraman, 40. 1 taqsim T2 teng 40 bersam, 40 qilishim uchun bunga nechadan kerak? 40 qilishim uchun. 40 qilishim uchun 5 tadan kerak, bunga esa 4 tadan kerak, to'g'rimi? 5 dan ayirsam 1 ni 4. Xo'sh, 40 qilishim uchun bunga 5 tadan, bunga 4 tadan qisqarib ketsa, xo'sh. Adashmadimmi-kan? Ayirishga o'tkazdim, ikkalasiga 40 maxraj berdim. Xo'sh, ikkinchi qo'l yolg'iz o'zi ochilsa, bo'sh hovuzni qancha vaqtda to'ldiradi debdi. Xo'sh, 5 ta mana bu 1-1. Qaranglar, 5 dan ayirib 4 ni 4 deb yozayotgan ekanman. O'zim ham hayron qoldim qanaqa javob chiqyapti deb. 5 dan ayirsak 4 ni 1 qoladi, to'g'rimi? Demak, buni bu yerga ko'paytiramiz, buni bu yerga ko'paytiramiz. 40 teng T2. Necha soatda to'ldirar ekan? 40 soatda to'ldirar ekan javobimiz A javob chiqadi. Demak, hamma tushundimi mana shu masalani? Demak, qaranglar, bizga aytgan ekan, bitta quvurni o'zi 10 soatda to'ldiradi. Ikkalasi birgalikda ishlasa 8 soatda to'ldiradi. Bitta o'zi qancha vaqtda to'ldiradi desa, formuladan foydalandik. Mana bu formuladan. Tushundingmi? Shega T1 joyiga 10 qo'ydim, T2 joyiga o'zi so'ralgan narsa, uni qo'yib ishladik. 20-savolni shega sig'dirib olsak bo'ladi. 20-savolda juda ham oddiy savol. Birinchi ko'rganimda qiyin deb o'yladim men. Demak, qaraymiz. 3 ta nuqtacha pastdan 25 ko'paytirish. Keyin 4 ta nuqtacha, keyin 902. Qo'shibda 5 ta nuqtacha chiqaribdi. Demak, qaranglar, men qanaqa o'rgatardim buni? Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, hozir baribir 5 ta ko'paytirganda chiqadigan natijani bilmaymiz, lekin qaranglar, 2 ni nechaga ko'paytirsak 2 bo'ladi. Qaytaraman, 2 ni nechaga ko'paytirsak 2 bo'ladi? Yo 6 bo'lish kerak, yo 2 bo'lish kerak. Agar men hozir 2 kere 6 desam, 12, biridilda ikkisini yozdim. Keyin 2 kere necha 0 bo'ladi? 2 kere 5 da, to'g'rimi? 2 kere 5
2 kere 5 bo'lsa dildagimdan 11 bo'lib ketadi. Shuning uchun mana bu yerga men 1 beryapman, 1. Tushunaylar, 1 berdim. 2 kere 1 2. Keyingisiga necha berdim bilasizlarmi? Ikkinchisiga 5 berdim. 2 kere 5 10, 1 dilda 0 tushadi. Mana bu yerga 4 berdim. 2 kere 4 8, dildagi 1 bilan 9 mana. Demak, sonni topib oldim. Demak, men topishim kerak ekan, keyin 451 ni ko'paytiraman 25 ga. 451 ni 25 ga ko'paytirsam javob chiqib keladi. Qaytadan tushuntiraman. 5 ni ko'paytirib o'tirmayman, foydasi yo'q. 2 ni ko'paytirish kerak. 2 ni nechaga ko'paytirsam 2 bo'ladi. 2 ni 1 ga ko'paytirsam 2. 2 ni 5 ga ko'paytiraman 10, 1 dilda. 2 ni 4 ga ko'paytiraman 8, dildagi 1 bilan 9. Demak, mana shu son ekan. Ko'paytirsak javob chiqib keladi. Do'stlarga o'chirib keyingi savollarga ko'ramiz. Demak, 21-savol ishlar ekanmiz. 21-misolimiz qanaqa ishlanar ekan qaraymiz. 21-misolimizda uchburchakning deyapti, to'g'rimi? Uchburchakning degan bo'lsa, bizga hozir bitta uchburchak kerak. O'shani chizib olaman. Demak, yozsam. Mana uchburchak chizib oldim. Uchburchak chizib oldim. Uning tomonlarini aytmaganda, keyin tomonlarini A, B, buni C deb belgilab olsam bo'ladimi? A, B, C deb belgilab oldim. Endi aytyapti. Uning birinchi va ikkinchi tomon uzunliklari yig'indisi 50 sm. Demak, qaranglar. A ga B ni qo'shsam 50 sm chiqadi deyapti. Ya'ni birinchi va ikkinchi tomonlar mana 50. Ikkinchi va uchinchi tomon uzunliklari yig'indisi esa 52. C qo'shilgan B teng. Endi savol tug'iladi. Siz bu yerda hozir ikkinchisi B edimi deb shart bo'yicha to'g'rilab yozsak, shart bo'yicha qaraymiz. Birinchi va ikkinchi dedimi? Demak, mana bu 1, bu ikkinchida. Keyin aytyapti. Ikkinchi va uchinchi tomonlar yig'indisi 52 sm. Birinchi va uchinchi tomonlar yig'indisi esa A qo'shilgan C esa 58 sm debdi. 58 sm. Bo'lsa, uchburchakning perimetrini toping. Perimetr teng so'roq. Endi savol. Perimetr topish formulasi qanaqa edi? Hamma tomonni qo'shish kerak edimi? A qo'shilgan B qo'shilgan C edi, to'g'rimi? Demak, men qanaqa ko'rsataman bu misolni? Mana buni sistema ko'rinishida qilib olamanda qo'shamiz hammasini. Hammasini qo'shib yuborsak, 2 ta A bormi? A ga ni qo'shinglar, 2A plus 2 ta B bor. 2 ta B plus 2 ta C. Nima bo'ladi? 50 qo'shilgan 52 qo'shilgan 58. Demak, xo'sh, 2 ni qavsini tashqariga chiqarib olsam, o'rtada ko'paytirish bor, hammasida 2 qatnashyapti. A qo'shilgan B qo'shilgan C teng 160. 2 shuni bo'lish bo'lib boradi-ku. A qo'shilgan B qo'shilgan C xohlasak mana 2 ga bo'lib yuboramiz. 2 ga bo'lib yuborsam 2 ga qisqarib ketadi, 2 ga bo'lsam 80. Demak, perimetr nechaga teng ekan? Perimetr 80 sm ga teng ekan. Javobni qaraymiz. Xo'sh, 80 sm degan javobimiz B javobda bor. Demak, 22-savolimiz juda ham yaxshi savol. 22. Shu 22-savol juda ko'p o'ylab ko'rdim. Nima degan ekan 22-savol desam, mana bunaqa tushuntirilar ekan, qaraymiz. 22-misolimizda 3 ta idish bor ekan, mana 3 ta idish. 3 ta bir xil idish bor deb hisoblanglar mana. Xo'sh, 3 ta bir xil idish bor. Yo, bunday qilsak bo'lmaydi. Chap tomon o'ng, chap markaz, o'ng markaz degan joyi bor edi. Bunday qilsam o'xshamas ekan. Chizmani yaxshiroq qilib olaylik mana. Sizga qaranglar mana. Idishcha chizib olsam mana, idish. Idish chizib oldim. Idish chizib olgan bo'lsam, demak qaraymiz. Har birovga nechtadan konfet bor? 11 tadan konfet bor, to'g'rimi? Mana bunda ham 11 ta bor. Bunda nechta bor? 11 ta bor. Bunda ham 11 ta konfet bor, to'g'rimi? 11 ta konfet bo'lsa, aytayaptiki, hozir o'rtadagidan bitta olamizda. O'rtadagidan bitta olamiz. Ikkinchi marta olayotganimda chap markazdan olamiz. Uchinchi marta yana bundan olamiz, to'rtinchi marta bundan olamiz. Ya'ni qaranglar. O'rtadan bitta olinadi,
ikkinchi marta olgandan yo bunisidan bittadan olish kerak-da. Nima degan tushunsarim shogirdlar? Ya'ni tasavvur qilinglar. Bir jang bo'lyapti, jang. Men aytyapman, men jangchilarim qo'rqmaydi. Men bitta olaman, bitta askar jo'natgan vaqtimda ikkalangdan ikkalangdan o'sha ikkita komandadan bittasi aniq men jangchim bilan ketadi. Nima degan tushunsarim? Tasavvur qilinglar, jang bo'lyapti. Men aytyapman, meni jangchilarim qo'rqmaydi. Menda bitta odamim ketgan vaqtda ikkala komandadan bitta odam meni odamim bilan ketish kerak deyapman. Nima degan tushunsarim shogirdlar? Ya'ni hozir mana bu yerdan bitta olganimda, bundan bitta konfet olamanda, keyin yana bitta konfet, bunimni mana bu yerdan bitta konfet oldim. Keyin yana bitta yo bundan bitta olishim kerak ekan. Nima degan tushunsarim? Qaytadan tushuntiraman. Qiziq savolda. Mana bundan bitta olaman. Yana bitta olayotgan vaqtimda bundan bitta olaman. Keyin yana bunga olgan vaqtimda keyin bunisidan bitta olaman. Keyin yana bitta olgan vaqtimda keyin bunisidan bitta olaman. Ya'ni mana bunaqa tushuntirish kerak. Aytayapman-ku, meni odamim jangga ketgan vaqtda ikkalangdan bittang menga bitta odam berasan. Jangchim bilan birga ketadi. Nima degan tushunsarim? Mendan bitta odam chiqyapti, ikkita komandadan bitta odam ketaveryapti har ketganida. Nima degan tushunsarim? Qaytadan tushuntiraman. Tasavvur qilinglar. Tushuntirish usuli. Mana bu yerdan bitta jangchi chiqdi. Mana bundan bitta jangchi chiqdi. Endi bu bilan ketishga kimdir kerak-da. Qayerdan olaman? Bitta sen berasan, bu yoqqa kel sen dedim. Demak, u nima qildi? Ikkalasi bir bo'ldi, nima qildi bu yoqqa? Ketdi. To'g'rimi? Endi bundan nechta qoldi? 11 ta edimi? 10 ta qoldi, bitta chiqdi-ku. Endi yana bitta olaman. Yana bitta bundan chiqqan vaqtda endi bunga yana sherik kerakmi? Bunga sherik kelgan vaqtda bundan ololmayman, chunki bu boya berdi. Endi sen berasan deyapman, sen. Nima degan tushunsalarmi? Bundan bittadan olinyapti, mana bu qatordagi yo bundan chiqaveradi. Endi mana bundan yana bitta odam olaman. Mana bu qayerdan chiqdi? Bunisidan chiqdimi? Endi bunga ham sherik kerak-ku, to'g'rimi? Bunga sherikni bunisidan olamiz. Menga aytinglarchi bolalar. Mana bu yerda 11 ta odam mana bundan chiqadi. Mana bundan 11 ta odam chiqqan vaqtda qaysidir komandada 5 ta qoladi, qaysidir komandada 6 ta qoladi. O'zlaring tasavvur qilinglar mana. Jami 11 33 ta konfet bor deb yoki odam bor deb tasavvur qilinglar. 33 ta odamdan 11 tasi konkretni hammasi ketadi mana. Mana shu komandadan 11 ta odam hammasi chiqadi. Mana bu ikkalasidan bitta bu chiqargan vaqtda qaysidir komandada 6 ta qoladi. Qaysidir komandada 5 ta qoladi. Bizdan so'rayapti. O'sha qancha qoladi ko'pida? Qaranglar, savolni oxirida o'qinglar. Shu idishda ortib qolgan konfetlar soni nechta? Demak, qaysi idishda ko'proq konfet ortib qoladi? Shu idishda ortib qolgan konfetlar soni nechta? 6 ta. 6 ta bittasida qolib ketadi. Qaysida qolib ketishini o'zlaring topib qo'yib, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, tushunaylikmi? Ustoz, qaysi idishda ko'proq qolib ketishini bilinglar. Birinchi idishda ko'proq qolib ketadimi? Ikkinchi idishda ko'proq qolib ketadimi? Ana o'shani bilinglar. Xo'sh, 22-savol shunaqa ishlanar edi. A javob chiqadi javobi buni 22 ni. 23-savolda ishlolmadim, to'g'risi. Buni avvalam yo'llarini, usulini bilolmayapman-da, to'g'risini aytsam. Lekin harakat qilsam, chiqarsam ko'rsatib qo'yaman. 24-savol ko'rsataman. 24-savolni qaranglar. 24-misolimizda mana bu yerda -5,2 bor ekan, keyin 14,4 bor ekan. 14,4. Shuni orasida nechta butun son bor deyapti. Nechta butun son borligini o'rgataman, qaraymiz. Nechta butun son bor degani, mana o'rtada 0 bor, biz bilamiz. O'rtada 0 bor. 0 dan orqada qanaqa sonlar bor? -1, -2, -3, -4, -5. -6ni ola olamanmi? -6ni ololmayman. Nimaga -6ni ololmayman? Chunki chegara bor-da. Shundan ikkalasidan o'tib ketmasin deyapti. Orqadagi chegara -5,2 dan
o'tib ketmasin. Bu esa 14,4 dan o'tib ketmasin deyapti. Endi savol. Bundan keyin 0 bor, 1 bor, 2 bor, 3 bor, 4 bor va hokazo 14 gacha yoza olamanmi? Mana bu son 14 dan katta, to'g'rimi? Menga aytinglarchi, mana bu yerda nechta son bor? 14 ta, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ta. 20 ta butun son bor ekan. Ana shunday qilib misolda ishlashimiz kerak edi. 24-misolimiz javobi 20 degan javobimiz D javobda bor. 25-misolni ishlaymiz. 25-misolimizda nima deyilgan ekan? Birinchi son ikkinchi sonni 330 ga katta. Ikkita son bor ekan-da, mana qaranglar. Ikkita son bor ekan, birinchi son bor ekan, ikkinchi son. Birinchi son ikkinchisidan 330 ga katta desa, bunisi x, bunisi x qo'shilgan 330 bo'ladi. Menga aytinglarchi, ikkalasi endi shartga to'g'ri bo'ldimi? Shartga to'g'ri bo'ldi. Agar katta sonni kichigiga bo'linsa, agar katta sonni kichigiga bo'lsak, bo'linma 3 qoldiq 10 chiqadi deyapti. Shu sonlar yig'inisini toping. Bo'pti, shu sonlar yig'inisini topib beramiz. Qanaqa topib berar ekanman qaraymiz. X qo'shilgan 330 bo'ladi, teng bo'ladi. Buni bunga ko'paytiramizda. 3x qo'shilgan 10 bo'ladi. 10 bu yoqqa ayirishib o'tadi, x nariga o'tadi. 330 ayrilgan 10 teng 3x ayrilgan x. Demak 310 dan 10 ni ayirsim necha bo'ladi? 320 teng 2x qoladi. O'rtada ko'paytirish bor. Bo'lishib o'tkazsam 320 bo'lingan 2 teng x. 320 ni 2 ga bo'lsam 160 teng x. Demak bitta son nechaga teng ekan? 160 ga. 160 ga 330 ni qo'shinglar. Xo'sh, 500 ga 490. Demak keyingisi nechaga teng ekan? 490 ga. Bizga shu ikkita sonni nimasini yig'inisini toping deyapti. Ya'ni 160 ga qo'shamiz 490 ni. 650. Qaranglar, 650 degan javobimiz bormi? 650 degan javobimiz D javobda bor ekan. Nima qilamiz? Doskani o'chirib, keyingi misollarni birgalikda ko'ramiz. Demak, keyingi savolni ko'rar ekanmiz. Keyingi savolimizga qaranglar, shogirdlar, mana bunaqa savol berilgan ekan-da. Lekin bironcha murakkabroq savollar baribir bular. Mana shunaqa shakl berilgan ekan va mana shu shaklni to'la yuzi, ya'ni mana bu yerimiz nechaga teng ekan? X ga, mana bu yerimiz esa y ga teng debdi-da, y ga teng debdi. Endi agar shakl yuzi 64 bo'lib, agar mana shu shaklda jami yuzi bor-ku, jami yuzi 64 ga teng ekan. S teng 64 ga, keyin x ga y ni qo'shsam nechaga teng bo'lar ekan? X ga y ni qo'shsam 10 chiqar ekan. Bizga x y ni ko'paytmasini toping deyapti. X y ni ko'paytmasini topishimiz uchun nima ish qilishimiz kerak? Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, bizga x y teng so'roq. Demak, men nima ish qilaman? O'quvchilar, x y topishim uchun xo'sh, x y topishim uchun qanaqa yo'ldan foydalanamiz? Demak, qaranglar, o'rgataman. Mana s teng 64 ekan-ku, bu 64 bittasining yuzasi emas, ikkalasini birgalikdagi yuzasi 64. Endi mana bu yuzani, ya'ni s ni topishim uchun buni yuzani s1 desam, bu yuzani s2 desam. Fikrlanglar bolalar, mana s1, s2 dedim. S1 yuzani topishim uchun nima qilaman? X bu kvadrat-ku, to'g'rimi? Kvadrat. Bu tomoni x bo'lsa, mana bu tomon ham x bo'ladi. Demak, s1imiz x ko'paytirsak x kvadratga teng. S2miz esa bu tomon y bo'lsa, bu tomon necha bo'ladi? Y bo'ladi. Y ko'paytirsam nima bo'ladi? Y kvadrat. Demak, men 64 ni x kvadrat qo'shilgan y kvadrat teng 64 deb yoza olsam bo'lar ekan. Tushundingizmi? Chunki 64 ikkalasini birgalikdagi yuzasi, ana o'shani x kvadrat plus y kvadrat teng 64 deb nima qildim? Yozib oldim. Keyingi qiladigan narsa matematiklar sal kattaroq sinfniki-yu, mayli, sizlarga o'rgatib ketaman.
Bizga mana bu narsadan foydalanamiz. Sen qarab tur, pastga tushdi dedim. Sal pastroq tushib oldimi? Demak, qaraymiz. Mana bu yerdan yozaman. X qo'shilgan y teng 10. Demak, men buni nima qilaman? Qavsga olamanda kvadrat ko'taraman. Kvadrat ko'taraman. Buni kvadrat ko'targan vaqtimda mana bu narsamiz biz bilamizki, kvadrat degani x qo'shilgan x qo'shilgan y deganda, to'g'rimi? Ikkala bir xil narsani ko'paytirsak, mana shunaqa narsa chiqib keladi. Masalan, qaranglar mana. Xo'sh. A ko'paytirilgan A nimaga teng edi? A kvadratga tengmidi? Agar men b ko'paytirilgan b deb yozganimda, b ni 3-darajasi deb yozar edim. Demak, mana kvadrat degani xuddi shunaqa yozildi. 10 ni kvadrat nechaga teng? 100 ga teng. Demak, ochib olamiz. X ni x ga ko'paytiraman, x kvadrat. X ni bunga ko'paytiraman, plus xy. Buni bunga ko'paytiraman, necha bo'ladi? Plus xy plus y kvadrat. Teng necha? 64. 64 debman. 100 uzr. 100. Demak, yozaman x kvadrat. Sen bu yoqqa kelgin dedim. Plus y kvadrat plus 2xy teng 100. Menga tinglachi, mana buni joyiga nima qo'yamiz? 64 ni qo'yaman. 64 plusdan 2xy teng 100. 64 ayirib o'tkazaman. 2xy teng 100 ayrilgan 64. 2xy teng 36. O'rtada ko'paytirish bor. 2 ni bo'lishga o'tkazamiz. xy teng 36 bo'lingan 2. xy teng 18. Mana shunaqa topib qo'ysak nima bo'ladi? Misolimiz yechilar ekan. Bizdan shuni so'rayapti-da. D javob. Shu 27-misol ishlar ekanmiz. Qaraymiz. 27-misolimizda 27-misolimizda aytayaptiki, natural ko'paytiruvchidan birini 10% ga, ikkinchisini 20% ga, uchinchisini 25% ga kamaytirsak, ko'paytma necha foizga o'zgaradi debdi. Xo'sh. Demak, qaraymiz. 100 sifatida ko'rsataman. Bir 100 ni topishim uchun s teng AB deb olsam bo'ladimi? 100 topish formulasini natural ko'paytiruvchidan birini 10% ga, ikkinchisini 20% ga oshirib, uchinchisini 25% kamaytirsak, ko'paytmadan necha foizga, ko'paytma necha foizga o'zgaradi. Demak, bu 3 ta son bilan yoziladigan ekan, ya'ni 3 ta son bor ekan. Demak, 100 dan foydalanmaymiz-da, hajmdan foydalanamiz. Hajmdan. Hajm formulamiz bor-ku, v teng nima bo'ladi? A ko'paytirilgan b ko'paytirilgan s. Qanaqa topish formulasi bu? Parallelpetni hajmini topish formulasi. Birinchisini 10% ga, ikkinchisini 20% ga oshirib. Demak, qaraymiz. Xo'sh, v teng a ni qanchaga oshirishimiz kerak? 10% ga. A ko'paytirilgan 1 qo'shilgan 10 taqsim 100. Ikkinchisini 20% ga oshiramiz. B ko'paytirilgan 1 plus 20 taqsim 100. Uchinchisini s teng 1 minus 30 taqsim 100. 10% ga oshirdi, 10% ga oshirdi, 30% ga kamaytirdi. Ana o'shanda qanaqa javob chiqadi deyapti. Demak, ketdik. V teng a ko'paytirilgan. Xo'sh, 100 tadan 10 makraj bersam, 100 kara 1imiz 100, 110 ni qo'shsam 110. 110 taqsim 100. Ko'paytirilgan. 100 tadan 10 makraj bersam, 100 ga qo'shsam 20, 120, ya'ni b. B ko'paytirilgan 120 taqsim 100. Ko'paytirilgan s ko'paytirilgan 100 tadan 10 makraj bersam, 100 dan ayirsam 30 ni 70 taqsim 100. Demak, mana bu boshda v1 edi-ku, to'g'rimi? O'zgarishsiz xuddi shunaqa edi. Bu ikkinchisida. Endi oshirdik, kamaytirdik. Bu endi boshqacha hajm bilan. V2 teng A, B, S ni yozib olamiz. A, B, S. Boshida A, B, mana S. Ko'paytirilgan mana buni yozamiz. Qaranglar. Bitta 0 o'chiraman, bitta 0 o'chiraman. Bitta 0 o'chiraman, bitta 0 o'chiraman. Nima qoldi? Keyin, xo'sh, bitta 0 o'chiraman, bitta 0 o'chiraman. Tepada 11 ko'paytirilgan 12 ko'paytirilgan 7 taqsim
100 kara 10 qoldi. 1000. Ana endi bilamiz. Mana buni joyiga V1 qo'yib olsak, V2 teng V1. Nimaga V1? Chunki mana uchlasini ko'paytmasi dastlab tepada nimaga teng edi? V1 ga ko'paytirilgan. 11 ni 12 ga ko'paytirsak, 11 ni 12 ga ko'paytira olamiz. 11 ko'paytirgan 12. 2 2 1 1 2 3 1 ko'paytiramiz 7 ga. 14 bir tilda 21 22 ikki tilda 14 9 924. To'g'rimi? 924 taqsim 1000. Buni javobi V1 ko'paytirilgan 0.92 924 da. Xo'sh. 25% ga kamaytirsak debdi-ku. Oh. 25% ga debdi-ku. Biz 30% ga kamaytirib olibmiz. Shuncha ketibdi. Ha, mayli, javob topishimiz uchun harakat qilamiz. Demak, mana bu 30 joyiga necha qo'yaman? 25 qo'yaman-da, ishlayapmiz. 25. 25 qo'ysak, mana bu ham o'zgaradi. Keyin mana bu ham o'zgaradi. Ketdik. Chiqishoq to'g'rilab tashlaymiz hozir. 25% ga kamaytirsa, 100 tadan bersam 75 bo'lar ekan mana bu yer. 75. 75 bo'ldi. 75 bo'lgan bo'lsa, matematiklar mana bu yerdagi bitta 0 o'chmay turish kerak-da. Mana qo'y, bitta 0 o'chirildi, bitta 0 o'chirildi mana. Mana shunaqa vaziyat. Demak, mana bu yerda yana yozib 75 yozib qo'yishim kerak. Ana o'shani bilamiz hozir. O'ndan 12 ko'paytirganimiz ne chiqdi? 132 chiqdi. 132 ni ko'paytiramiz 75 ga. 5 kere 2 10 bir dilda. 15 16 bir dilda. 6 660. 7 kere 2 14 bir dilda 4 ni yozamiz. Xo'sh, 21 22 ikkisi dilda 9. 0 0 bir dilda 8 dilda kamdan 9. Shuni bo'lamiz 10.000 ga. 10.000 ga bo'lsam, ya'ni mana tepamiz 9900 chiqar ekan, bo'lsam 10.000 ga 0.99 degan javob chiqar ekan, ya'ni 1% ga kamayar ekan. 1% ga kamayadi degan javobimiz D javobga chiqib qoldi. Agar boru, hozir men ikkalasi 10.000 bo'lib qolganda edi, 1 chiqqanda o'zgarmaydi der edik. Agar mana bu yerda 1.01 chiqib qolganda ham edi, 1% ga ortda der edik. Demak, dastlabkisiga nisbatan 1% ga kamaygan. Qayli 0.99 chiqib qoldi. Tushunadimi? Xo'sh, 1% kamayadi degan javob D. Doskani o'chirib, keyingi savollarga ko'ramiz. Demak, keyingi savol ko'rar ekanmiz. 28-savolda ishlar ekanmiz. 28-savolimiz ham o'ziga yarasha murakkabligi bor-da. Demak, karmota haqida, ya'ni yoshlar masalasi haqida ekan. Qanaqa ishlar ekanmiz bu masalani? Demak, karmotaning yoshi nechida? 90 da. Shuni yozib olaman. Karmota 90 yoshda. To'g'rimi? Endi nabiralarning yoshini yig'indisini bilamizmi? Qaranglar. Nabiralar yoshlari yig'indisi. Bilmaymiz, shuni men katta A deb yozib olaman. Nabiralarning yoshini yig'indisini bilamizmi? Nabiralarning yoshini yig'indisini bilmaymiz. Nima qilaman? Katta A deb belgilab olaman. Endi soni, nabiralar soni. Nabiralar soni bilamizmi? Yo'q. Enta deb yozamiz. Enta. Endi savol tug'iladi. Nabiralar soni nimaga? Nabiralar n deb yozib qo'ydingiz desalaringiz, nechta ekanligini bilmaymiz uni. To'g'rimi? Lekin nabiralar yosh yig'indisini o'rtacha yoshi 20 da bo'lsa, o'rta arifmetik qanaqa topilar edi? O'rta arifmetik nechta son qo'shilsa, xuddi o'shancha songa bo'linishi kerak edi, to'g'rimi? Demak, men nima qilaman? Nabiralar yosh yig'indisi A ni ularning soniga, demak, men shu yerda birdan yozmadim-da. Nabiralar soni
N'da. Yosh yig'indisini n ga bo'lsam, necha chiqar ekan? 20 chiqib kelar ekan. Mana bu A nechta nabirasi bo'lsa ham, hammasini qo'shsak nechadir yosh chiqadi-ku, ana o'sha A. Bu n nima? Nechta nabirasi bo'lsa, ana o'shaning soni. Bir-biriga bo'lsa 20 chiqar ekan. A ni topib olaman. A teng 20 n. Buni ham shunaqa qilsam, demak endi berib ko'paytirdim, mana shunaqa javob chiqdi. Endi bizga aytayapti. Karim otani deyapti. Karim ota va nabiralarini yoshini yig'indisini qo'shsak, ya'ni 20 ni qo'shsak, endi nabiralar soniga 1 da ham qo'shaman. Nimaga 1 da qo'shaman? Chunki karim otani o'zi ham qo'shilyapti. Nech chiqdi deyapti? 22 chiqdi deyapti. Nabiralar sonini topib bering desa, ya'ni endi toping demoqchi. Buni bu yerga ko'paytiramiz. 90 plus 20n teng 22 qavsida n qo'shilgan 1. Demak, mana shunaqa ishlashimiz kerak ekan. Xo'sh, 90 qo'shilgan 20n teng buni bunga ko'paytirsam 22n plus 22. Xo'sh, 22 ayirishib o'tadi, 20 n nariga o'tadi. 90 ayrilgan 22 teng 22n ayrilgan 20n. Bundan buni ayırsam 68 teng 2n. O'rtada ko'paytirish bor, bo'lishni o'tkazsam 68 ni bo'laman 2 ga teng n. 34 teng n. 34 ta nabirasi bor ekan. Dahshat, 34 degan javobimiz bormi? A javobda bor ekan. 34 ta nabira. Dahshat. Ko'p ekan nabirasi. Yashasın. 90 ga kirganda, 90 ga kirgandan keyin nabiralar soni oshib ketadi-da. 29-misol ishlaymiz. Qaraymiz. Xo'sh, 29-misolimizda nima deyilgan ekan? Qo'shni burchak haqida gapirilyapti. Qo'shni burchaklar deb qanaqa atilar edi? Burchaklarning yig'indisi mana bunaqa bo'larmidi? Qo'shni burchaklar 1 ikkinchidan 4 marta kichik. Demak, x 4x. O'sha ikkita burchak bir-biriga qo'shganimizda necha chiqishi kerak edi? Qo'shni burchak bo'lganda 180 gradus chiqishi kerak edi. 4x qo'shilgan x teng 180. 5x teng 180. O'rtada ko'paytirish bor. X teng 180 ni bo'laman 5 ga. X teng 36. Demak, mana bu burchagimiz nechaga teng ekan? 36 gradusga teng ekan. Shu burchakning kattasini toping debdi. Endi 36 ni 4 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Katta burchak chiqib keladi yoki 180 dan ayringlar 36 ni 144. Bu javob. Mana shuni qilib ham topib qo'ysalaringiz bo'ladi. 30-savolni ishlaymiz. 30-savolimizga qaranglar. O'lchamlari 80 cm va bu 18 cm bo'lgan sharf to'qish uchun shuncha gram jun kerak. O'lchami shuncha bo'lgan sharf to'qish uchun qancha jun kerak bo'ladi? Demak, nima ish qilamiz? Qaranglar. Birinchi 80 ni ko'paytiraman 18 ga. Nimaga ko'paytiryapman? Chunki sharfni bilasizlar, qalinligi bo'ladi. Yuqoriroq sharf mamday. Qalinligini aytmayapman, mana yuzasi bor-ku, polni yuzimizni o'raladigan, bunchasi bo'lishi mumkin, kattaroq bo'lishi mumkin, ingichkaroq bo'lishi mumkin sharflar, to'g'rimi? 80 va mana shu o'lchamli sharfga qancha kerak ekan? 240 gram jun kerak ekan. Agar 75 ko'paytirilgan 16 cm o'lchamga qancha gram kerak? Proporsiya tuzamiz. O'sha proporsiyani nima qilishimiz kerak ekan? Yechishimiz kerak. Demak, nima qilaman men? X ni berib ko'paytiraman, 75 ko'paytirilgan 16 ni berib ko'paytiraman. 80 ko'paytirilgan 18 teng 75 ko'paytirilgan 16 ko'paytirilgan 240. X qolib ketibdi mana bu yerda mana. Endi bo'lishga o'tkazib yuborsam. X teng 75 ko'paytirilgan 16 ko'paytirilgan 240 taqsim 80 ko'paytirilgan 18. Demak, qaraymiz. Mana bu bilan buni qisqartirsam 3, buni bilan buni qisqartirsam 6. Xo'sh, 6 bo'lgan bo'lsa 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsam 3 tadan, 2 ga bo'lsam 8 tadan. Demak, 3 bilan 75 qisqarsa 25, 25 8 ga ko'paytirsam 200. Qancha jun kerak ekan?
200 gram jun kerak bo'lar ekan. 200 gram jun degan javobimiz B javobda bor. Mana shuni bilan nima bo'ldi? Mirzo Ulug'bek testlar qismini 9-variantini sizlar bilan tugatdik. Hamma maydalab, sinchiklab o'rgansin. Agar kimda qanaqadir savollar tug'ilsa, kommentariyaga yozsa, javob berishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysa, nasib bo'lsa tez orada yangi kitobda ham boshlaymiz. Ko'rishguncha.